Bu oddiy lampochka, lekin siz o'ylaganchalik emas. Hey, sizda nima bor ekan? Ha. Chiroqni o'chirsangiz sovg'a olasiz. $1 ga 3 ta urinish. Bo'la qol, urinib ko'rmoqchiman. Marhamat. Xo'sh. Baribir juda oson. 2 ta urinish ketdi. Bema'ni nayrang ekan. Nayrang emas, oshna. Mana bu Yandex stansiya bilan bu o'zini hamma imkoniyatlarni sizga ko'rsatib beradi. Alisa, chiroqni yoq. Alisa, chiroqni sariq rangga yoq. Alisa, chiroqni o'chir. Endi eng qiziq joyi. Alisa, включи романтический свет. To'g'risini ayting, sizga mana shu romantik rang yoqdi. Xo'p, bu qanaqa lampochka deb qiziqib o'tgan bo'lsangiz, bu Umnidom Yandex stansiyani yana qo'shimcha qulayligi, alohida lampochkasi. Bu lampochka oddiy lampochka emas. Buni shunda olasiz, uyingizdagi oddiy lampochka burilgan joyga burab qo'yasiz. Keyin Yandex stansiyangizga zadaniyalar berasiz. Xohlagan rangingizga yoqishingiz mumkin. Xohlasangiz kechqurun kitob o'qimoqchi bo'lgan paytingizda qiroq qilib yoqib bergin deyishingiz mumkin. Yoki tiniqroq qilib yoqib bergin deyishingiz mumkin. Yoki masalan, Alisa, включи свет на дискотечный режим. Xohlasangiz diskotechniy, xohlasangiz boshqacha rang. Alisa, включи белый свет на 50%. 50% yoqdi. Alisa, yorug'likni 10% qil. Ko'rib turganingizdek, xohlasangiz 10%, xohlasangiz 50%, o'zingizga moslab zadaniyani berasiz, bu bajaradi. Yana ham batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, pastdagi raqamlarga murojaat qiling. Narxlari bo'yicha, yana qolgan imkoniyatlari bo'yicha ma'lumot olishingiz mumkin.